Bugun İzmirga qilingan sayohatimizning 3-kuni. Bitta narsa meni e'tiborimni tortdi. Mana bu yo'l e'tibor bering. Bir tomonlama yo'l. Yana ko'p narsaga e'tibor beryapman. Juda ko'p yozuvlar mana xastane, shifoxona, yeni shahar. Har bir e'lonlar, yozuvlar hammasi turkcha yoziladi bu yerda. Ruscha, inglizcha va boshqa bir tillardagi yozuvlarni ko'rmaysiz. Reklamalar ham turkcha. Ular juda ham o'zini tilini yaxshi ko'radi. Mana İzmir Power Market. Hamma narsa turkcha. Biz ham o'z tilimizni yaxshi o'rgansak bo'ladi. Mana nakitda 150 deyapti. Agar plastikda olsangiz 200 deydi. Bular 150 deyiladi. Ya'ni taxminan 40 ming atrofida. Nakitda 200. Bu degani 70 ming degani. Kiyimlar. Juda ham Alijan Hotel, Topkapı, Jep Story İzmir'de tüm marka va modellar degan.